Assalomu alaykum aziz va qadrli tomoshachilar. Hozir biz Filadelfiyadamiz. O'shandaki bilamiz, Amerikaning Filadelfiyada ham Dunyo Kupasi o'yinlari davom etmoqda. Amerikaning farqli eyallatlariga hayajonli bir shaklda dunyo futbol qahramonligi davom etmoqda. Hozirchalik mana Filadelfiyaning o'sha markazlaridan birisiga minglarcha kishi kelib bo'lgan Filadelfiyada futbolni tomosha qilib turgandilar. Nafaqat futbol bo'lgan bir buyuk markazda va farqli o'sha FIFAga oid va futbolga oid bo'lgan narsalar namoyishga qo'yilgan va xalq yaqindan ziyorat qiladi. Hozir minglarcha tomoshachi bu bozini tomosha qilib turgandilar. Ko'rinishicha Brazil bilan Marokash musobaqasi, o'shandek hammamizga ma'lum, Brazil dunyoga eng o'sha qahramonligi ko'p olgan timlardan birisi va markaziy futbol deb aytiladi. Hozirchalik yana ham o'sha qahramonlikni takror etish uchun bu yerga ham yana o'sha musobaqasi Marokash bilan davom etib turgan va juda ham qiziq bir sahna hozirlangan va minglarcha kishi bu bozini tomosha qilib turgandilar. Marokash tarafdorlari va Brazil tarafdorlari hammasi hayajon bilan bu musobaqani tomosha qilib va qahramonlik qo'lga keltirish va iftixorat qo'lga keltirish niyatida. Ko'rasizlar aziz tomoshachilar, mana bu katta buyuk televizorlarga o'z tarafdorlari kelib, matchlarni yaqindan ta'qib qiladilar va hayajon juda ham qiziq. Maydonga Amerikaning farqli shaharlariga, eyallatlariga mana shunday kampuslar qurilgan va insonlar kelib hayajon bilan musobaqalarni yaqindan ta'qib qiladilar va juda ham qiziq va gavjum insonlar bo'lib kelib kimlarini yaqindan ta'qib qiladilar va مغرب ان شاء الله 1-1 دابا مغرب 2-1 ان شاء الله 2-1 ان شاء الله go مغرب Men ham o'z navbamga hamma futbol do'stlarga, qarindoshlarga salom taqdim qilaman va hamma biladiki, shu hozir musobaqot Jami Jahoniy futbol 2026 shuru bo'lgan va biroz bo'lgan qarorga ko'ramiz. Timi Brazil va Maroko bilan musobaqasi bor. Men ham mana shu yerga do'stlar bilan kelib, burga Filadelfiya shahriga futbol fan festival tuzalgan. Tamom mardum shu yerga kelib, tamom musobaqot Jami Jahoniyga barguzor bo'ladi. Hamma ro'za shu yerga mana shunday festival bor, katta skrinlar qo'yilgan va hamma kelib shu yerga timlarini sevayotgan timlarini tashviq qilib va bu yerga mana bunday sho'r shavq bilan tomosha qiladilar futbolni. Men shaxsan o'zim ko'p kichiklikdan o'zimni bilaman, shu timim Brazildan qo'shim keladi. Xususan o'sha Ronaldo, Nazario ki number 9 kiyadi, o'sha number 9 kiyadi, Ronaldinho. Mana shularni ko'p sevdim. Men o'zim Brazilda tarafdoriman va o'z ham tildoshlarimizdan ham ikki tim bor, timi milliy Turkiya va O'zbekistonning timi. Ularni ham sevamiz, tashviq qilamiz. Inshaalloh ilgariga borib yaxshi dastavvallarga qo'l topsalar baxayr. ishtirok etgan timlarni